Tojikistonda zilzila oqibatida 100 ga yaqin uy vayron bo'ldi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tojikiston shimoli-sharqida 13-aprel kuni sodir bo'lgan zilzila oqibatida Rasht va Tojikobod tumanlarida 94 ta turar joy binosi butunlay vayron bo'ldi. Bu haqda mamlakat favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xabar bermoqda. Ma'lumki, Ushturpas qishlog'ida 3 yoshli bola halok bo'lgan. U qulagan uy devori ostida qolgan. Milliy fanlar akademiyasi geofizika xizmati ma'lumotiga ko'ra, yer silkinishlari soat 9:24 da sodir bo'lgan. Zilzila epitsentri Dushanbe shahrida 160 km uzoqlikda Rasht viloyatida joylashgan. Zilzila markazida zilzila kuchi 5-6 balli, Dushanbeda 3 ballga yaqin tashkil etgan. Rasht viloyatining Safeduntak, Lulxani, Kul, Xulaki qishloqlarida 40 ta uy butunlay vayron bo'lgan va yana 5 tasi qisman vayron bo'lgan. Shuningdek, 3 ta choyxona, maktab binosi va bitta yordamchi bino zarar ko'rgan. Tojikobod tumanida 54 ta turar joy binosi qulagan, 45 tasi qisman vayron bo'lgan, 61 ta binoga esa yengil shikast yetkazilgan. Bundan tashqari 2-maktab binosi, 1-tibbiyot punkti, bir nechta choyxona va 200 ga yaqin xo'jalik inshootlari shikastlangan. Prezident Emomali Rahmonov topshirig'iga ko'ra maxsus respublika komissiyasi tuzildi. U allaqachon voqea joyida ishlamoqda. Zararni baholash, jabrlanganlarga yordam berish va tiklash ishlarini muvofiqlashtirish deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.